Salom, hurmatli tomoshabinlarim. Bugun men siz bilan juda muhim, aynan har bir pensionerga taalluqli bo'lgan bir mavzuni muhokama qilaman. Ehtimol ko'pchiligingiz bu yangilikdan bexabar bo'lishingiz mumkin, ammo ogohlantirmoqchiman. Hozirda pensiyalarga qo'shiladigan ustamalar, ya'ni qo'shimcha to'lovlar borasida jiddiy o'zgarishlar yuz berdi. Agar siz hozir aytadigan hujjatlarga ega bo'lmasangiz, qanday ustamalar haqida gap ketayotganini bilsangiz ham, siz ularni ola olmasligingiz mumkin. Bu, afsuski, ko'plab keksa yoshdagi fuqarolarimiz uchun kutilmagan muammolarni keltirib chiqarmoqda. Bu ma'lumot sizning shaxsan o'zingizga yoki yaqinlaringizga tegishli bo'lishi mumkin. Shuning uchun diqqat bilan tinglang. Hozirgi paytda ushbu mavzu eng dolzarb masalalardan biri bo'lib, unga e'tibor qaratmaslik afsuski sizni moddiy jihatdan zarar ko'rishga olib kelishi mumkin. Shuning uchun iltimos ushbu videoni oxirigacha ko'ring va hoziroq kanalimga obuna bo'lishni, shuningdek ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu menga siz uchun yanada muhim va foydali ma'lumotlarni tayyorlashda yordam beradi. Pensionerlar uchun ustamalar masalasi har doim dolzarb bo'lgan, ammo hozirgi vaziyat o'zining murakkabligi bilan ajralib turadi. Keling avvalo eski tizim qanday ishlaganini va hozirgi o'zgarishlarning tub mohiyatini tushunib olaylik. Ilgari pensiya tizimi biroz soddaroq edi, ayniqsa hujjatlashtirish borasida. Ko'pgina hollarda fuqaroning pensiya ishi bir marta shakllantirilgan va unga kiritilgan asosiy ma'lumotlar, masalan, ish staji, yoshi, ba'zida nogironlik guruhi to'g'risidagi ma'lumotlar yetarli edi. Agar qo'shimcha ustamalar boquvchisini yo'qotganlik uchun yoki uzoq yillik xizmat uchun qo'shilgan bo'lsa, bu ma'lumotlar asosan pensiya jamg'armasining arxivlarida saqlangan va avtomatik ravishda qayta ko'rib chiqilgan. Hatto ayrim hollarda ma'lumotlar almashinuvi juda markazlashgan bo'lib, pensionerning faol ishtirokisiz ham ko'pgina jarayonlar amalga oshirilardi. Misol uchun, shaxslarning pasport ma'lumotlari yangilanganida bu ma'lumotlar o'sha paytda pensiya jamg'armasiga avtomatik tarzda yetib bormasligi mumkin edi. Lekin bu pensiya tayinlash yoki ustama olish jarayoniga unchalik katta ta'sir ko'rsatmas edi. Eng muhimi, birinchi pensiya tayinlanganda barcha asosiy hujjatlar taqdim etilgan bo'lsa, keyinchalik ustama olish uchun odatda yangi hujjatlar to'plash shart emas edi. Agar pensiya jamg'armasida barcha ma'lumotlar to'liq va tartibli saqlangan bo'lsa, bu albatta pensionerlar uchun qulaylik yaratgan. Endi esa vaziyat tubdan o'zgardi. Hukumat ijtimoiy ta'minot tizimini yanada shaffof, adolatli va manzilli qilish maqsadida bir qator islohotlarni amalga oshirdi. Bu islohotlarning asosiy yo'nalishlaridan biri ma'lumotlar bazalarini raqamlashtirish va ularni o'zaro bog'lashdir. Biroq bu jarayon pensionerlarning o'zlaridan ham ma'lum darajada faol ishtirokni talab qilmoqda. Hozirgi kunda pensiyaga qo'shiladigan har qanday ustama, hatto u qonundan belgilangan bo'lsa ham, faqatgina tegishli va tasdiqlovchi hujjatlar taqdim etilgan taqdirda amalga oshiriladi. Nega bunday o'zgarish yuz berdi? Asosiy sabablar bir nechta. Birinchidan, tizimda shaffoflikni oshirish va suiiste'molliklarning oldini olish. Ikkinchidan, har bir pensionerga haqiqatda tegishli bo'lgan ustamani aniq va xatosiz hisoblash. Uchinchidan, mamlakatda raqamli hukumat tamoyillarini joriy etish va ma'lumotlar bazalarining aniqligini ta'minlash. Bu shuni anglatadiki, agar sizning pensiya ishingizda o'rmaga yil oldin taqdim etilgan ma'lumotlar mavjud bo'lsa-da, bugungi kunda bu ma'lumotlarni tasdiqlovchi hujjatlar talab qilinishi mumkin. Shuningdek, ilgari ba'zi ustamalar uchun og'zaki arizalar yoki mahalla komitetining tasdiqnomalari yetarli bo'lgan bo'lsa, hozirda qonuniy kuchga ega bo'lgan rasmiy hujjatlar talab etiladi. Bu o'zgarishlarning natijasida ming afsuski, ko'plab pensionerlar agar ularning hujjatlari tartibda bo'lmasa yoki yangi talablarga javob bermasa, qonuniy ustamalardan mahrum bo'lib qolishmoqda. Shuning uchun bu mavzuni chuqur o'rganish juda muhimdir. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Qanday hujjatlar aynan talab qilinadi? Kim bu borada xavotirlanishi kerak va kimga bu hozircha unchalik taalluqli emas? Birinchi navbatda biz asosan pensiyaning asosiy turiga qo'shiladigan turli ustamalar haqida gaplashamiz. Bularga yoshga bog'liq ustamalar, nogironlikka oid ustamalar, o'quvchisini yo'qotganlik uchun ustamalar, uzoq yillik xizmat uchun ustamalar va ba'zi maxsus xizmatlar yoki unvonlar uchun beriladigan ustamalar kiradi. Har bir ustama turi o'ziga xos hujjatlarni talab qiladi. Ammo bugungi kunda bu talablar qat'iylashgan. Kim xavotirlanishi kerak? Bir, pensiyani anchadan beri olib kelayotganlar.
agar siz 5-10, 15 yil avval pensiyaga chiqqan bo'lsangiz va o'shandan beri pensiya ishingizni qayta ko'rib chiqmagan bo'lsangiz, sizning hujjatlaringiz bugungi talablarga javob bermasligi ehtimoli yuqori. Ikiz. Hujjatlari to'liq bo'lmaganlar, agar sizning tug'ilish guvohnomangiz, nikoh guvohnomangiz, mehnat daftarchangizda qandaydir kamchiliklar yoki noto'g'riliklar bo'lsa, ularni hoziroq tartibga solishingiz shart. Yangi ustamalar olishga da'vogarlar. Agar siz yaqinda yoshga doir ustama yoki boshqa turdagi ustama olish huquqiga ega bo'lgan bo'lsangiz, masalan, yosh chegarasidan o'tgan bo'lsangiz, bu sizga alohida taalluqli. Nogironlik guruhi o'zgarganlar yoki tasdiqlash muddati kelganlar. Agar sizning nogironlik guvohnomangiz muddati o'tgan bo'lsa yoki yangi MSDga xulosasi olish zarur bo'lsa, darhol choralar ko'ring. Kim xavotirlanmasligi mumkin? 1. Yaqinda pensiyaga chiqqanlar. Agar siz so'nggi 1-2 yil ichida pensiyaga chiqqan bo'lsangiz va barcha hujjatlaringiz yangi talablar asosida tekshirilib tasdiqlangan bo'lsa, sizda muammo bo'lmasligi kerak. Ammo bir ehtiyot shart. 2. Hujjatlari ideal darajada to'liq va tartibli bo'lganlar. Agar siz har bir hujjatning asl nusxasini, barcha shtamp va imzolarni, to'g'ri sanalarni saqlagan bo'lsangiz, sizda muammo kamroq bo'ladi. Keling, endi bir nechta aniq misollarni ko'rib chiqaylik, raqamlar va real hayotiy vaziyatlar bilan birga. Birinchi misol, taqvim yoshli Malika opaning misoli. Malika opa taqvim yoshda, u 40 yildan ortiq davlat korxonasida ishlagan. U pensiyaga 2 yil avval chiqqan. O'sha paytda unga yoshiga va ish stajiga ko'ra asosiy pensiya tayinlangan edi. Hozirgi qonunchilikka ko'ra 75 yoshdan oshgan pensionerlarga qo'shimcha ustama to'lanishi belgilangan. Malika opa bu haqida eshitgan va pensiyasiga qo'shiladigan qo'shimcha pulni kutib yurgan. Biroq unga bu ustama qo'shilmagan. Sababi pensiya jamg'armasi xodimlari ma'lumotlar bazasida Malika opaning tug'ilgan sanasi bo'yicha aniq ma'lumotlar yetishmayotganini aniqlaganlar. Malika opa pensiyaga chiqqanida uning pasportining nusxasi mavjud bo'lgan, ammo keyinchalik hujjatlar almashinuv jarayonida yoki raqamlashtirish vaqtida uning tug'ilish guvohnomasining aniq raqamli nusxasi bazada aks etmagan. Hozirda esa yoshga bog'liq ustamani tayinlash uchun har bir pensionerning tug'ilish guvohnomasi asl nusxasi yoki uning tasdiqlangan nusxasi talab qilinmoqda. Agar bunday hujjat taqdim etilmasa, tizim avtomatik ravishda bu ustamani hisoblay olmaydi. Chunki uning yoshi to'g'ri tasdiqlanmagan hisoblanadi. Malika opa oyiga taxminan 1.200.000 so'm pensiya olardi. Yangi qonunchilikka ko'ra 75 yoshdan oshganlarga kamida 20.000 pundis ustama qo'shilishi kerak edi. Bu esa taxminan 120.000, bittaqtini 1000 so'm atrofida qo'shimcha mablag'ni tashkil qiladi. Agar Malika opa tug'ilish guvohnomasini olib bormasa, u har oyda bu mablag'dan mahrum bo'ladi. Bu 1 yil davomida 1.000 so'mdan 2.000 so'mgacha bo'lgan pulni yo'qotish demakdir. Ikkinchi misol, bo'g'uvchisini yo'qotganlik uchun ustama oluvchi Dilfuza opaning holati. Dilfuza opa 65 yoshda. U yillar davomida 2 nafar nabrasini tarbiyalab keladi. Chunki ularning ota-onasi baxtsiz hodisa tufayli vafot etgan. Ilgari Dilfuza opa nabralariga boquvchini yo'qotganlik uchun pensiya va unga qo'shimcha ustama olardi. Bu ustama mahalla komitetining tasdiqnomasi asosida berilgan edi. Unda nabralar uning qaramog'ida ekanligi ko'rsatilgan. Ammo yangi qoidalar joriy etilgandan so'ng endi nabralar ustama olish uchun faqatgina mahalla tasdiqnomasi yetarli emas. Endi sudning qarori, ya'ni nabralarning Dilfuza opaning vasiyligiga olinganligi to'g'risidagi hujjat, ularning tug'ilish guvohnomalari va hatto ularning boshqa hech qanday daromad manbaiga ega emasligi haqidagi ma'lumotlar talab qilinmoqda. Agar Dilfuza opada sudning bunday qarori bo'lmasa, unga ushbu ustama to'xtatiladi. Tasavvur qiling, har bir bola uchun pensiya ustamasi taxminan 200.000 so'mdan 300.000 so'mgacha bo'lishi mumkin. 2 nabra uchun bu o'yiga 600.000 so'm degani. Agar bu hujjatlar topilmasa, Dilfuza opa har oyda shu mablag'dan mahrum bo'ladi. Bu esa yillik taxmin 800.000 so'mdan 7.200.000 so'mgacha bo'lgan jiddiy yo'qotishni anglatadi. Bu esa nabralarning o'quv tarbiya xarajatlari uchun juda muhim pul. Ikkinchi misol, nogironlik pensiyasi oluvchi Omon akaxon. Omon akaxon 60 yoshda, u 2-guruh nogironi. Uning nogironlik guvohnomasi har 2 yilda bir marta MSDG, tibbiy mehnat ekspert komissiyasi tomonidan qayta ko'rib chiqilib yangilanib turadi.
Omon akaxon oxirgi marta 2 yil oldin yangi xulosa olgan va uni pensiya jamg'armasiga taqdim etgan. Biroq joriy yilda uning nogironlik guvohnomasining muddati tugadi va yangi MSDG xulosasini olishi kerak edi. Pensiya jamg'armasi tizimi avtomatik tarzda Omon akaxonning nogironlik guvohnomasining muddati tugaganini aniqladi. Qoida bo'yicha yangi MSDG xulosasi taqdim etilmaguncha nogironlikka oid ustama to'xtatiladi yoki umumiy pensiyaning o'zi ham qayta ko'rib chiqiladi. Omon akaxonning nogironlik ustamasi taxminan 300 ming so'm atrofida edi. Agar u yangi MSDG xulosasini kechiktirib taqdim etsa, ushbu ustama bir necha oy davomida to'lanmay qolishi mumkin. Bu esa uning kundalik ehtiyojlari va dori-darmonlariga sarflanadigan jiddiy miqdordagi mablag'ni yo'qotishiga olib keladi. Misol uchun 3 oy kechiksa, Omon akaxon 900 ming so'mdan 22 ming so'mgacha pulni yo'qotadi. 4-misol maxsus xizmatlar uchun ustama oluvchi Vatan urushi qatnashchisi Bobur boboning hikoyasi. Bobur bobo 95 yoshda. U 2-jahon urushi qatnashchisi va bir nechta orden va medallarga ega. Unga ilgari maxsus xizmatlar uchun qo'shimcha ustama to'lanar edi. Bu ustama uning orden va medallari haqidagi eski ma'lumotlar asosida berilgan. Biroq hozirda bu turdagi ustamalarni saqlab qolish yoki qayta tayinlash uchun pensiya jamg'armasi har bir faxriy yoki unvonga ega shaxsdan o'z orden va medallarining asl nusxalarini yoki ularning tasdiqlangan nusxalarini, shuningdek tegishli vazirliklar yoki muassasalar tomonidan berilgan tasdiqnomalarni talab qilmoqda. Bobur boboning ordenlari eski va ko'p yillar davomida saqlanganligi sababli ayrimlari eskirib, qisman yaroqsiz holga kelgan. Agar u bu hujjatlarni taqdim eta olmasa, unga beriladigan maxsus ustama to'xtatilishi mumkin. Urush faxriylar uchun ustamalar juda sezilarli bo'lib, ular pensiyaning 25 gacha bo'lishi mumkin. Agar Bobur boboning pensiyasi 5 ming so'm bo'lsa, unga erta qo'shiladigan ustama 75 ming so'mdan 70 ming so'mgacha bo'lishi mumkin. Bu mablag'ni yo'qotish Bobur boboning oilaviy byudjetiga juda katta ta'sir ko'rsatadi. Ko'rib turganingizdek, har bir holatda hujjatlarning ahamiyati juda katta. Hatto eng kichik kamchilik ham sezilarli moliyaviy yo'qotishlarga olib kelishi mumkin. Endi esa bu qoidalarga oid istisnolar e'tibordan chetda qolishi mumkin bo'lgan tuzoqlar va noaniq jihatlar haqida gaplashamiz. Bu qism ayniqsa muhim, chunki ko'pchilik odamlar standart vaziyatlardan tashqaridagi holatlarga duch kelishganda nima qilishni bilmay qolishadi. Istisnolar 1. Asl hujjatlar yo'qolgan bo'lsa, bu eng ko'p uchraydigan muammolardan biridir. Agar sizning tug'ilish guvohnomangiz, nikoh guvohnomangiz yoki mehnat daftarchangiz yo'qolgan bo'lsa, darhol tegishli idoralarga murojaat qilishingiz kerak. Tug'ilish yoki nikoh guvohnomasi uchun fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish FHDG bo'limiga murojaat qilishingiz lozim. Ular arxivdagi ma'lumotlar asosida sizga hujjatning takroriy nusxasini berishadi. Buning uchun sizdan pasport nusxasi va ariza talab qilinadi. Ba'zan davlat bojini to'lash ham kerak bo'ladi. Mehnat daftarchasi uchun agar mehnat daftarchangiz yo'qolgan bo'lsa, siz so'nggi ish joyingizga yoki avvalgi ish joylaringizning arxivlariga murojaat qilishingiz kerak. Agar korxona tugatilgan bo'lsa, uning arxivini topish kerak bo'ladi. Bu holatda pensiya jamg'armasi sizning ish stajingizni aniqlash uchun ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar, buyruqlar nusxalari kabi boshqa hujjatlarni ham talab qilishi mumkin. Agar bularning hammasi yo'q bo'lsa, sud orqali ish stajini tasdiqlash yo'li qoladi. Bu juda uzoq va murakkab jarayon. MSDG xulosasi uchun agar nogironlik guvohnomasi yo'qolgan bo'lsa, uni bergan tibbiy mehnat ekspert komissiyasiga MSD murojaat qilish orqali takroriy nusxa olish mumkin. 2. Shaxs jismonan kelib topshira olmasa, agar pensioner kasallik, qarilik yoki boshqa sabablar tufayli pensiya jamg'armasiga shaxsan bora olmasa, uning nomidan ishonchnoma asosida boshqa shaxs murojaat qilishi mumkin. Ishonchnoma notarial tartibda tasdiqlangan bo'lishi shart. Ba'zi hollarda agar hududda mavjud bo'lsa, pensiya jamg'armasining sayyor xizmatlari ham mavjud bo'lib, ular pensionerning uyiga borib hujjatlarni qabul qilishlari mumkin. Bu haqda hududiy pensiya jamg'armasi bo'limiga oldindan murojaat qilish lozim. Hujjatlar boshqa davlatdan bo'lsa, agar siz xorijiy davlatda tug'ilgan bo'lsangiz, u yerda ishlagan bo'lsangiz yoki oila qurgan bo'lsangiz, o'sha davlatdan olingan hujjatlar O'zbekistonda tan olinishi uchun legallashtirilgan yoki apostilli muhri bilan tasdiqlangan bo'lishi kerak.
shuningdek ular davlat tiliga, ya'ni o'zbek tiliga notarial tartibda tarjima qilingan bo'lishi shart. Tuzoqlar yoki e'tibordan chetda qoladigan muammolar. 1-2 hujjatlardagi nomuvofiqliklar bu eng ko'p uchraydigan va jiddiy muammolardan biridir. Masalan, pasportingizda ismingiz Nigora deb yozilgan, tug'ilish guvohnomangizda esa Nigora Bonu deb ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Yoki mehnat daftarchangizda tug'ilgan sanangiz bir xil bo'lsa-da, pasportingizda boshqa sana ko'rsatilgan bo'lishi mumkin. Bunday nomuvofiqliklar pensiya tayinlash yoki ustama olish jarayonini to'xtatib qo'yadi. Ularni bartaraf etish uchun sudga murojaat qilish yoki ma'lumotlardagi xatolikni tuzatish bo'yicha tegishli idoralarga yozma ariza bilan chiqish kerak bo'ladi. 2 muddatlari o'tgan hujjatlar, pasportlar, MSDK xulosalari, nogironlik guvohnomalari kabi hujjatlarning amal qilish muddati bor. Agar hujjat muddati o'tgan bo'lsa, u yuridik kuchga ega emas deb hisoblanadi va pensiya jamg'armasi uni qabul qilmaydi. Shuning uchun barcha hujjatlaringizning muddatini tekshirib chiqing va agar kerak bo'lsa, ularni yangilang. Mehnat daftarchasidagi kamchiliklar. Mehnat daftarchasidagi har bir ish joyiga oid yozuvda tashkilot muhri mas'ul shaxsning imzosi va to'g'ri sana bo'lishi shart. Agar qaysidir yozuvda bu ma'lumotlar yetishmasa, o'sha davrdagi ish staji hisobga olinmasligi mumkin. Bunday holatda o'sha korxonaning arxividan ma'lumotnoma olish yoki sud orqali ish stajini tasdiqlash kerak bo'ladi. 4. Ariza berishni kechiktirish. Ba'zi ustamalar uchun retroaktiv, ya'ni o'tgan davr uchun to'lovlar cheklangan bo'lishi mumkin. Masalan, agar siz qaysidir ustama olish huquqiga ega bo'lganingizdan so'ng 2 yil o'tib murojaat qilsangiz, faqat oxirgi 1 yil yoki 6 oy uchun to'lov olishingiz mumkin. Shuning uchun imkon qadar tezroq murojaat qilish muhimdir. Noaniq jihatlar va nuanslar, raqamlashtirishning roli. Hozirgi kunda ko'plab ma'lumotlar raqamli bazalarda mavjud. Biroq bu har doim ham to'liq va aniq degani emas. Agar raqamli ma'lumotlar bilan sizning asl hujjatlaringiz o'rtasida farq bo'lsa, pensiya jamg'armasi sizdan aynan asl hujjatni taqdim etishingizni talab qiladi. Raqamlashtirish jarayonida ba'zi eski ma'lumotlar noto'g'ri kiritilgan bo'lishi yoki umuman kiritilmagan bo'lishi mumkin. 2. Ustamalarning o'zaro ta'siri. Ba'zi ustamalar bir-birini istisno qilishi mumkin. Ya'ni bir turdagi ustamani olganingizda boshqa turdagi ustama sizga berilmasligi mumkin. Yoki bir ustama boshqasini olish uchun asos bo'lishi mumkin. Masalan, agar siz boquvchisini yo'qotganlik uchun pensiya olsangiz, unga qo'shimcha ustamalar ham qo'shilishi mumkin. Bu kabi murakkab holatlarda pensiya jamg'armasi mutaxassislari bilan maslahatlashish zarur. Mahalla qo'mitalarining roli. Ilgari mahalla qo'mitalari ko'plab tasdiqnomalarni berardi. Hozirda ularning roli asosan fuqarolarni yo'naltirish va ba'zi ijtimoiy himoya tadbirlarida cheklangan. Rasmiy hujjatlarni ulardan emas, balki tegishli davlat idoralaridan olish kerak. Endi esa eng amaliy qismga o'tamiz. Hurmatli pensionerlar, siz nima qilishingiz kerak? Qanday aniq qadamlar tashlashingiz lozim? Men sizga aniq ko'rsatmalar beraman. Birinchi qadam, barcha tegishli hujjatlaringizni to'plang va ularni qayta ko'rib chiqing. Bu juda muhim bosqich. Sizga quyidagi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Pasport asl nusxasi va nusxasi. 2. Tug'ilish guvohnomasi, asl nusxasi va nusxasi. Nikoh guvohnomasi, agar mavjud bo'lsa, asl nusxasi va nusxasi. Turmush o'rtog'ingiz vafot etgan bo'lsa, o'lim guvohnomasi ham. 4. Mehnat daftarchasi asl nusxasi va uning barcha sahifalarining nusxasi. 5. Nogironlik guvohnomasi va MSDK xulosasi. Agar nogironlik pensiyasi oluvchi bo'lsangiz, asl nusxalari va nusxalari. 6. Boquvchisini yo'qotganlik uchun pensiya oluvchilar uchun qaramog'ingizdagi shaxslarning bolalar, nabiralar tug'ilish guvohnomalari, ularning ota-onasining o'lim guvohnomalari, sudning vasiylik to'g'risidagi qarori agar mavjud bo'lsa. 7. Harbiy guvohnoma agar tegishli bo'lsa. 8. Ordenlar, medallar va faxriy unvonlarga oid guvohnomalar agar maxsus xizmatlari uchun ustama oluvchi bo'lsangiz. 9. Oliy ta'lim diplomlari agar ilmiy daraja yoki malaka ustamasi uchun da'vogar bo'lsangiz. Boshqa maxsus xizmatlarni tasdiqlovchi hujjatlar. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizdagi nomuvofiqliklarni, muddatlarni va to'liqlikni tekshiring. Har bir hujjatni diqqat bilan ko'rib chiqing. Ism, familiya, ota ism, tug'ilgan sana har bir hujjatda bir xil yozilganmi? Agar farqlar bo'lsa, ularni tuzatish uchun tegishli idoralarga murojaat qilishingiz kerak. FHDYO, sud. Pasportingizning muddati o'tmaganmi? MSDG xulosasining amal qilish muddati bormi va u tugamaganmi?
mehnat daftarchangizdagi har bir yozuvda tashkilot muhri, sana va mas'ul shaxs imzosi bormi? Agar yo'q bo'lsa, o'sha korxonaga yoki arxiviga murojaat qilish orqali bu ma'lumotlarni to'ldirishingiz kerak bo'ladi. 3-qadam, siz qaysi ustamaga haqli ekanligingizni aniqlang. Sizning yoshingiz, ish stajingiz, oilaviy ahvolingiz, masalan, qaramog'ingizda nogiron farzandingiz bormi va boshqa xizmatlaringizni hisobga olib, qaysi turdagi ustamalarga ega bo'lishingiz mumkinligini o'ylab ko'ring. Agar bunga shubhangiz bo'lsa, pensiya jamg'armasiga borib maslahat olishingiz mumkin. 4-qadam, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga boring. Sizning doimiy yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilishingiz kerak. U yerda sizni qabul qiladigan mutaxassisga vaziyatingizni tushuntiring. Barcha to'plagan hujjatlaringizni o'zingiz bilan olib boring. 5-qadam, arizani to'g'ri yozish. Pensiya jamg'armasida sizga standart ariza shaklini berishadi. Arizada quyidagi ma'lumotlar aniq ko'rsatilgan bo'lishi kerak. Sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, ism, familiya, ota ism, pasport ma'lumotlari, yashash manzili, telefon raqami, sizning murojaat maqsadlaringiz. Ya'ni pensiyangizni qayta ko'rib chiqishni, qaysi ustamalar uchun qayta hisob-kitob qilishni so'rayotganingizni aniq yozing. Masalan, 55 yoshdan oshganim sababli yoshga doir ustamani hisoblashni so'rayman yoki qaramog'imdagi nabiralarim uchun o'quvchisini yo'qotganlik ustamasini qayta ko'rib chiqishni so'rayman kabi. Arizaga ilova qilingan hujjatlar ro'yxati, pasport nusxasi, tug'ilish guvohnomasi nusxasi va hokazo. Arizani 2 nusxada tayyorlang va bir nusxasini pensiya jamg'armasi xodimi imzosi va sana bilan qabul qilganligi to'g'risidagi belgi bilan o'zingizda saqlab qoling. Bu keyinchalik sizning murojaatingizni tasdiqlovchi hujjat bo'lib xizmat qiladi. 6-qadam, jarayonni kuzatib boring. Pensiya jamg'armasi arizangizni ko'rib chiqish va tegishli choralar ko'rish uchun ma'lum bir muddatga ega. Odatda bu muddat 15 ish kunini tashkil qilishi mumkin. Agar belgilangan muddatda sizga hech qanday javob kelmasa yoki pensiyangizda o'zgarish yuz bermasa, sizda pensiya jamg'armasiga yozma murojaat qilish, tushuntirish talab qilish yoki yuqori turuvchi tashkilotlarga, masalan, O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi pensiya jamg'armasi ijro etuvchi apparatiga murojaat qilish huquqingiz bor. Eng muhimi, tushkunlikka tushmang va huquqlaringizni himoya qilishda qat'iy bo'ling. Aziz do'stlar, ushbu videoda men sizga pensiyalarga qo'shiladigan ustamalar bilan bog'liq yangi qoidalar, ular qanday hujjatlarni talab qilishini, kimlarga bu ayniqsa muhim ekanligini, shuningdek istisnolar, tuzoqlar va amaliy maslahatlarni juda batafsil tushuntirishga harakat qildim. Esingizda tuting, bu ma'lumotlar har bir pensionerning moliyaviy barqarorligi uchun juda muhimdir. Agar siz ushbu hujjatlarni tartibga solmasangiz, shunchaki sizga qonundan tegishli bo'lgan qo'shimcha mablag'lardan mahrum bo'lib qolishingiz mumkin. Bu nafaqat sizning shaxsiy farovonligingizga, balki oilangizning ham iqtisodiy holatiga ta'sir qiladi. Shuning uchun iltimos, ushbu videoni diqqat bilan qayta ko'rib chiqing. Barcha ma'lumotlarni yodda tuting va darhol harakatni boshlang. Hujjatlaringizni tekshiring, zarur bo'lsa, ularni yangilang va pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Unutmang, sizning huquqlaringizni himoya qilish birinchi navbatda o'zingizning zimmasidadir. Agar sizda savollar paydo bo'lsa yoki qandaydir vaziyatga duch kelsangiz, albatta izohlarda yozib qoldiring. Men sizning savollaringizga javob berishga va yordam berishga harakat qilaman. Shuningdek, bu videoni foydali deb hisoblagan bo'lsangiz, unga like bosishni va kanalimga obuna bo'lishni unutmang. Bu menga ushbu muhim mavzularni yanada kengroq auditoriyaga yetkazishda yordam beradi. Sog' bo'ling, aziz tomoshabinlarim.